Assalomu alaykum, kim qop yetgan 2012da 103 102 emas 03 02da aytishar zamon tez o'zgarib ketdi deb, ha? O'zgardi lekin baribir ham ko'nikdiga. Endi yo'llarimiz radarsiz bo'lmaydi. O'tishdan qochish ham xatarsiz bo'lmaydi. Hatto daraxtlar ham qadirsiz bo'lmaydi. Unutmaymiz o'tmish qabrsiz bo'lmaydi. Kelajak qilar davo, o'tmishdan kelar sado. Yangi so'zlar kirib keldi, trader, ambassador, motivator, aytishnik, ChatGPT, intellekt. Oldin SMS bo'lardi, hozir esa bu direkt. Hech qanaqa dastavka va hech qanaqa uzum tezkor. Tezkor faqat tez yordam va prosta nomi edi tezkor. Ishkal bo'lsa tez bilardi, mahalla komitet bor. Hozir esa internetda Bular ves O'zbekiston. Uchga yozmay qoldi bolla, kimda pasta bor degan savol bo'lardi. Bu hayotda kimni esida bor? Manda bor. Zamon farqini yana kimlar ayta olarkin? Kimdan chiqqan kasallik propiska tasha qaytararkan? Mayli progressga qarshi turmaymiz u. O'zimiz ham Nokia'da yurmaymiz u. Voydod.netga boshqa kirmaymiz u. Hatto game klubdan ochga qolmaymiz u.